Tövəndə deyəxtanlarga dövlətlər, yəni millətlər nemişqa halak boludu namlıq kitabdan özlüksüz tərcümə. Beşinci bab, 3. paragraf. Uzun davamlaşqan yaz. Təxminən miladından 15 min yıl burun yer şarı klimatının ısışığa əgişib muz dəvri axırlaşdı. Greenlandның muz mərkəzi görsətkən isbatla qısqa vaxtının içində temperaturunun 15 gradus örülgənligini görsətkən. Bu xil yer şarı xarakterlik klimat ısışının nəticəsində hayvanlar nüfusunun eşiğə əgişib yavı ösümlüklər və zor miqdardakı ozonluqның bar bolışı səbəbli insanların nüfusunun köpəyişi birdəklikə ega bolğan. Bu jarayan təxminən miladdan 14 min yıl burun nəhayət tezlik bilan keyniga yanğan bo'lib, yoshroq Jayes deb tonilgan bir mezgillik sovushni boshdan kechirgan. Lekin miladdan burunqi 9600 yildan keyin yer sharining temperaturasi 10 yilga yetmagan vaqt ichida, ya'ni 7 Selsiya gradus o'rlagan bo'lib, shuningdan beri yuqori turgan. Arxeolog Brian Fagan onu uzun davamlaşqan yaz deb atagan. Klimatning isib ketishi, yangi tosh qurollar inqilobining yuz berishini arx ko'rinishini hozirlagan büyük hal qilg'uchi kesishma bo'lib, shuning bilan insonlar o'ltiraqlashib yashash, dehqonchilik va podachilik hayotga ko'chgan. Uningdan keyingi insoniyat tarixi dal mushu uzun davom qilgan yazning sayesinde barliqqa kelgan. Dehqonchilik va podachilik ham o'g'lash bilan kun o'tkazishning o'rtasida tubdan farqlar mavjud. Oldinqisi o'simliklar va hayvonlar turlarining aktiv bo'lgan hayotlik davriyligi orqali ko'ndirilishi bo'lib, buning natijasida ularning genetikasi, ya'ni irsiyati o'zgarib insonlarga foydali holga kelgan. Yava canlıqlarını köndürüş, insanların mevcut ösümlükler ve hayvanlardan texmi köp ozuq tülük eliş imkaniyeti qilgan texnikadır. Qonaqның köndürülüşünü misal alsaq, o insanların qonaqның əcdadı bolğan teosinta deb atıladigan bir xil ösümlükni yığışı bilan başlanğan. Teosinta başaqları bək kiçik bo'lib, bir neçə santimetr uzunluqda kelməydi. Ular hazırki qonaq başaqlarının aldida divak hesaplanıdı. Lekin insanlar tədrici halda teosintanın çoğraq başaqlarını hem de kulaqları asan üzülüp ketmey, yaxşı oğusul berdiğen ösümlüklərini ılğaş arqılıq, oxşaş tupraqdan çıxıb, texmi zor ozorluq bilan təminləydiğen hazırki zaman qonaqlarını yarattı. Ösümlüklər və hayvanlarını köndürüşkü münasibətlik ən burunqi dəlil ispatla O'ttir Sharqdan bo'libmi? Xeyli flanks, ya'ni töplük yan bağrıları deb atiladigan janubda hozirgi Isroildan so'zilib Falastinga tutishadigan va Iordaniya daryosining g'arbiy qirg'og'ini bo'ylab Suriya orqali sharqiy janubiy Turkiyaga, Iroqning sharqiga hamda Eronning g'arbigacha tutishadigan rayonlardan kelgan. Milodidan ilgirki 9500-yili tunji qitim ko'ndirilgan o'simlik kichik bashaqliq bug'doy va 2 qur arpa Falastindagi Iordaniya daryosining g'arbiy qirg'idagi Jerichodan tepilgan. Suriyaning shimolidagi Tal Asvaddan ammar, ya'ni kichik bashaqliq bug'doy, noqut va lentil, ya'ni marjumak yoki yasmiq chiqqan. Bular Natofyan madaniyatining xarobalari deb atalgan yerlar bo'lib, ayni chaqda cho'ng yezlarni qo'llagan. Shu vaqtda Jericho yezisining aholisi taxminan 500 kishiga yetgan. Nimishqa tunji dehqonchilik yezilari boshqa yerlarda emas, bu yerlarda paydo bo'lishgan. Nimishqa noqut bilan marjumakni ko'ndirganlar
başqa kishilar emas, balki natofyanlar bo'lgan. Yoki ular talaylik bo'lib, tasodifiy holda o'simlik va hayvonotlardan ko'ndirishga munosib nomzodlar ko'p bo'lgan yerda yashab qolganmi? Bularning hammasi rost. Yana nurg'un kishilarmi bu jonliqlar turlarining orasida yashagan bo'lsa-mu, ammo ular bularni ko'ndirishmagan. Xuddi biz 2-bobdagi 4 va 5-xaritada ko'rganimizdek, zamonimizdagi ko'ndirilgan hayvonlar va jonliqlarning yovvoyi ajdodlarining taqsimlanishi haqida tadqiqot ilib borgan genetika olimlari va arxeologlar bu ajdodlarning ko'pinchisining nurg'un yerlarga, ya'ni necha million kvadrat metr keladigan yerlarga tarqalganligini ko'rsatishdi. Ko'ndirilgan hayvonlar turlarining yovvoyi ajdodlari butkul Yevrosiyo quruqligiga keng taralgan. Gerçi Xili Flanki rayonida yovvo ziroat turlari mo'l bo'lsa-mu, ammo u yanada o'zgacha bo'lishdan mustasno edi. Shu rayonlarda yashaydigan natofyanlarning bu xildagi mo'l ziroat turlariga ega bo'lgani ularni alohida qilib etgan emas, balki ularning o'simlik va hayvonlarni o'zlariga ko'ndirishdan burunla o'ltiroq hayotni boshlab ketgan edi. Buning bir dalili sementum, ya'ni jaranning tish to'qinlarini bog'lab qavatsimon o'sadigan tish so'ngki moddasini tarkib topgan jaranning tishidan keladi. Bahar va yoz fasllari jaranning tish so'ngki moddasining zo'rayishi tez bo'lib, bu mezgildagi tish qavatlarining rangi qish mezgildagi jaranning tish qavatlarining rangiga o'xshamaydi. Jaranning tishidan avrishga elib tekshirganingizda jaran o'lishdan burun oxirgi qavat paydo qilgan rangni ko'rasiz. Bu texnikadan foydalanib jaranning qishda yoki yozda o'ldirilganligini bilasiz. Natofyanlar yashagan joylarda siz jaranlarning yilning hamma faslida o'ldirilganligini bayqaysiz va bunga qarab aholining yil bo'yi mush yerda yashaydiganligiga hukm qila olasiz. Efrat daryosining yanidagi Abu Hurayra mahallasi keng ko'lamli qidirib tekshirilgan Natofyan xarobasidir. Arxeologlarning bu kentning qatlamlarini taxminan 40 yillik tekshirishi insonlarning dehqonchilikka ko'chishining oldi keyindagi o'ltiroq hayot haqida eng yaxshi hujjatli material bilan ta'min etdi. Bu o'ltiroq rayon xarobasi taxminan milodidan 9500 yil ilgari boshlangan bo'lib, uning aholilari yezigligiga ko'chishdan ilgari 500 yil degidak ovchilik turmush usuli bilan yashagan. Arxeologlar bu yerning dehqonchilik hayotga ko'chishdan ilgari nopusini 100 bilan 300 ning oralig'ida bo'lishi mumkin deb taxmin qilishdi. Siz bir jamiyatning nimishqa o'ltiroq hayotga ko'chishini ortiqchilik deb qaraganlik haqidagi sabablarni har xil o'ylashingiz mumkin. O'g'il hayotga ko'chishining badli ig'ir to'xtaydi. Balalar va yashanganlar to'shilishi kerak. Ko'chish jarayonidagi qiyinchilik mezgilida oziq-tulikni saqlash tez. Uning ustiga yovvo oziq-tulikni qo'lga keltirish ishlatiladigan saymonlar, ya'ni ziroat izidigan tashlar va o'rg'oqlar lozimlik bo'lsin, ammo ig'ir bo'lganlikdan ularni to'shish qiyin. Shunga harakatchan ovchilarning, ya'ni ko'chma ovchilarning tanlangan yerlarda, ya'ni o'nkirlarda oziqlik saqlaganiga oid faktlar bor. Qo'noqning bir jarib qiladigan yeri uni saqlashning qulayligidir. Ham bu nimish qo'noqning butun Amerika qit'asida keng ko'lamli terilganligining sababidir. Oziq-tulik zapasini juqlash va ularni unumli saqlash iqtidori cho'qimki insonlarning o'ltiroq hayotni qabul qilishdagi ochqishliq omil bo'lgan. O'ltiroqlashib yashashdan iborat hayotga ko'chish balkim butun ko'pchilik orzu qilgan narsa bo'lsa-mu, ammo uning cho'qimli yuz bergan bo'lishini atayin. Ko'chib yuradigan ovchilar bu xil tanlashga qo'shilishi yoki birsi ularni shunday qilishga zo'rlagan bo'lishi kerak. Ba'zi arxeologlar nopos tishligining eshishi va turmush saviyasining tuvanlashini ko'chib yuradigan kishilarni bir yerda o'ltirib yashashga majburlab, ularning o'ltiroq hayotini boshlashga qisqagan bo'lishi mumkin deb qarashadi. Lekin Natofyan xarobalardagi nopos tishligi ilgirki guruhlarning nopos tishligidan yuqori emas. Shunga bu yerda nopos tishligining eshishi buning bir sababida ko'rinmaydi. So'ngak va tish avrishkillarimi sog'lomlikning nacharligini ko'rsatmaydi. Masalan, oziqlikning kamchiligi kishilarning tishida nepis siziqcha paydo qiladigan bo'lib, u enamel, ya'ni
hypoplasia deb atalib, tishning to'liq yetilmaganligini ko'rsatadi. Tishdagi bu siziqlar keyincha teriqchilik bilan yashagan insonlarga qaraganda natopyanlarda az ko'riladi. Hammadan muhimi o'ltiraq hayotning ortiqchiliklari bo'lganga o'xshash, ularning kamchiliklari bo'lishidir. O'ltiraqlashib yashagan kishilarning orasidagi to'qinishni hal qilish balkim tasrak. Chunki ularning o'ttirisiga o'xshamagan qarashlar va chigishlarni yeyish uncha oson emas. Yoki ular ko'chib ketolmaydi. Kishilar uzun muddatli hayot uchun turar joy selib bo'lganida hamda to'shib ketish qiyin bo'lgan mulkka ega bo'lishganida ko'chib ketish ular uchun oson tanlash emas. Shunga yezilarda ziddiyatlarni unumli hal qilishning usullariga hamda mulkning murakkab uqumlarini bekitish haqida hojat tushgan. Kimning qaysi yeziga yaqin o'rindan qaysi yerga ega bo'lishi yoki kimning qaysi daraxtlardan meva yig'ishi va yoki qaysi eqindan beliq tutishi haqida qaror chiqarish zaruriyati bo'lgani uchun qoida nizomlar tuzilishi, taraqqiy qildirilishi hamda bu tuzumlarni tushuntiradigan va ijro qiladigan muassasa bo'lishi kerak edi. O'ltiraq hayotning paydo bo'lishi uchun ovchilik hayotni yashayotganlarni o'ltiraqlashga majburlaydigan narsaning bo'lishi va buning huquqni asonliq odamning qo'liga markazlashtirib, ularni siyosiy sarxillarga aylantirib, mulk huquqini ijro qilib, tartibni saqlab, o'zlarining o'rnidan foydalanib, jamiyatning boshqa qismidan boylikni talon-taroj qilish imkoniyatini beradigan muassasalar yangiligi barliq kirishdan burun yuz berishi o'rinli tuyuladi. Amaliyotda podshoh Shiam boshlagan siyosiy inqilobga o'xshash, garchi u kichik ko'lamda bo'lsa yuz bergan inqilob, bu yerdagi kishilarning o'ltiraqlashib yashashga ko'chishida hal qiluvchi rol o'ynagan bo'lishi mumkin. Arxeologik faktlar darhaqiqat natofyanlarning ular dehqonlarga aylanishni xeli burilib, biz keyinchi talon-taroj xarakterlik muassasalar to'nagan yuqori tuvanlik tartib va tangsizlik bilan xarakterlangan bir murakkab jamiyatni taraqqiy qildirganligini ko'rsatdi. Yuqori tuvanlik va tangsizlik haqida kishini qoyil qiladigan bir paket natofyanlarning qabrisidan chiqadi. Ba'zi kishilar Karmel tog'iga yaqin o'ttir sharq qirg'idan chiqadigan nurg'unlagan obsidian, ya'ni qorranglik parqaroq tosh va tish qepi birga ko'milgan. Boshqa shakldagi zibzinatlar, qululi qepi, kiyikning barmoq so'ngaki va ish tishdan yasalgan zanjir, kamar va bilajiklarni o'z ichiga oladi. Boshqa kishilar bo'lsa, bu narsalarning hech qaysi yo'qoldi ko'milgan. Qululi qepi va parqaroq toshlar isib setilgan bo'lib, bu tijoratni kontrol qilganlar tangsizlik va kuchning jug'lanmasining manbasi bo'lgan bo'lishi mumkin. Iqtisodiy va siyosiy tangsizlik haqidagi texnik ko'p paket Galiley dengizining shimolidagi natofyanlarning xarobaligi bo'lgan Ayn Mallahadan keladi. 50 ta gumloq gapining orasida nurg'un azganlar bo'lib, aniqki ular ambar o'rnida ishlatilgan hamda tozalangan markaziy o'ringa cho'ng binolar zich selingan. Muhaqqaqki bu bino qabila rahbarining uyi edi. Bu yerdagi zaratkorliklarning ba'zilari murakkab bo'lib, ajdodlarga bo'lgan tevinishni ifodalaydigan bosh so'nkining dövsi bo'lgan. Natofyan xarobalarida bo'libmi Jerichoda bu xil bosh so'nki guruhi keng taralgan. Natofyan xarobaligidagi bu paketlar bu yerda sarxillarning o'rniga varis qilishni belgilaydigan murakkab muassasalarga ega jamiyatlarning bo'lganligini ko'rsatdi. Ular yiroq yerlar bilan savdo qilishgan hamda dinning va siyosiy yuqori tuvanlikning to'ralma bosqichini boshdan kechirgan. Siyosiy jihatda sarxillarning paydo bo'lishi ularning dastlab o'ltiraq hayotga, ondan dehqonchilikqa ko'chishni paydo qilgan bo'lishi mumkin. Xuddi Natofyan xarobalarining ko'rsatganidek, o'ltiraq hayot cho'qimli dehqonchilik va chorvachilikdan darak bermaydi. Kishilar biror yerga o'ltiraqlashibmi, ovchilik va hosil yig'ish bilan hayot kechira oladi. Nimalar degan bilan uzun davomlashgan yoz ziroatlarni mo'llashtirgani uchun ovchilik va hosil yig'ish jalb qilarlik ish bo'lgan. Nurg'un kishilar nurg'un kuch talab qilmaydigan ovchilik va hosil yig'ish orqali kun o'tkazish bilan qanoatlangan bo'lishi mumkin. Hatto texniklik yangiliklarmi cho'qimli yezigilik ishlab chiqarishni rivojlantirib ketmaydi. Amaliyotda muhim texnikalik yangilik bo'lgan po'lat paltining Avstraliyaning yer yo'rint deb tonilgan yerlik xalqqa tonishtirilishi ularni ishlab chiqarishning eshishini emas, balki ularni uyquning eshishini keltirib chiqargan.
Chunki bu texnika kishilarning tirikchilikning g'oyasidan chiqarishiga osonlik qilib bergani uchun ularning kuchlab ishlashiga boshqa sabab bo'lmagan. Bu kitobning 2-bobida biz muhokama qilgan Jared Diamondning nazariyasining yadrosi bo'lgan yangi tosh qurollar inqilobining paydo bo'lishini tushuntiradigan an'anaviy jug'rofiyalik omil qarashdaydi-ki, bu inqilobning yuz berishini ilgari surgan omil ko'ndirgil bo'lgan nurg'un o'simlik va hayvonlar turlarining mo'l bo'lganligidir. Bu kishilarni dehqonchilik va chorvachilikka jalb qilib, ularda o'ltiraqlashib yashaydigan hayotni barliqqa keltirgan. Jamiyatlar o'ltiraqlashib yashashga odatlanib, dehqonchilik bilan kun kechirishga boshlagandan keyin siyosiy qatlamliq din hamda muayyan darajada murakkab muassasalarni taraqqiy qilishga boshlagan. Gerçi Jared Diamondning bu an'anaviy qarashi kengri doirada qabul qilingan bo'lsa-mu, ammo Natofiyanlardan chiqqan paketlar bu xil qarashning arbini otning oldiga chatqandek ish bo'lganligini ko'rsatdi. Muassasalar o'zgarishi jamiyatlar dehqonchilik bilan yashash ko'chishni xeyli burun yuz bergan bo'lib, u ham yana o'ltiraq hayotga ko'chishning sababi bo'lishi mumkin. O'z navbatida bu yana muassasalar o'zgarishini kuchaytirib, yangi tosh qurollar inqilobini barliqqa keltirgan bo'lishi mumkin. Bu andiza intayin jiddiy ravishda tadqiq qilingan Xeyli Flanks rayonidagi paketlar tarafidan ko'rsatilib qolmay, balki yana Amerika qit'alari, Tuvangi Sahara Afrikasi ham Sharqiy Osiyodan topilgan paketlarda ko'rilgan. Dehqonchilikka ko'chishning yezigilik ishlab chiqarishni yuksaldirishi bilan nopusning mohiyatli darajada oshqani haqiqatdir. Masalan, Jerochi va Abu Hurayra kentlariga paketlardan birav bu yerlarda dastlabki dehqonchilik bilan shug'ullangan yezlarning dehqonchilikka ko'chishdan burungi yezlarga qaraganda cho'ng ekanligini ko'rsatdi. Umuman aytganda, bu xil ko'chish yuz berganda yezlar 2dan 6tasigacha zo'raygan. Undan boshqa kishilar azaldan qarab kelgan bu xil ko'chish tufaylidan paydo bo'lgan naslar haqiqatan shunday bo'lgan. Yuqori darajadagi kasblashish hamda texmo tiz bo'lgan texnik ilgirlash, balkim texmo murakkab, ammo tangsizroq bo'lgan siyosiy muassasalarning taraqqiyotidir. Biroq bularning ma'lum alohida yerlarda maydonga kelgan kammaganligi o'simlik va hayvon turlarining mo'lligi tarafidan belgilanmagan. Aksicha, u o'ltiraqlashib yashashga yo'l qo'ygan hamda dehqonchilikning paydo bo'lishini mumkinchilik erishtirgan jamiyatning muassasalashgan ijtimoiy va siyosiy yengilliklarining hosilotidir. Gerçi uzun davomlashgan yoz va ziroat ham hayvon turlarining mavjudligi bularning yuz berishiga yo'l qo'ygan bo'lsa-mu, ammo u klimat isishga boshlagandan keyin bularning zodi qayerda va qachon paydo bo'lishini belgilamagan. Balki bu uzun davomlashgan yoz hamda kichik ammo muhim rol o'ynagan muassasalar farqidan shakllangan hal qiluvchi kesishma tarafidan belgilangan. Klimatning ishishiga agishib, ba'zi jamiyatlar, masalan, Natofiyanlar markazlik muassasalarning elementlarini va yuqori tuvan qatlamligini taraqqiy qildirishdi. Gerçi bu zamonaviy milliy davlatlarga nisbatan aytganda kichik ko'lamda bo'lgan bo'lsa-mu. Podshoh Shamning hukmronligidagi bu shunga o'xshash jamiyatlar yovvoyi o'simliklar va hayvonlarning mo'lligi bergan yaxshi fursatlarni texnik unumli foydalanish uchun jamiyatlarni qayta tashkillashdi. Shaksizki, bu yangi fursatlardan va siyosiy markazlashtirish jarayonlaridan naf oluvchilar dal siyosiy sarxillar bo'ldi. Muassasalarda kichikina bo'lsa-mu farqlar bo'lgan boshqa joylar o'zlarining siyosiy sarxillarining bu xil hal qiluvchi kesishmalar yaratgan fursatlardan naf olishiga yo'l qo'ymaganligi sababli siyosiy markazlashtirish jihatda o'ltiraqlashib yashaydigan ezgilik asosidagi texnik murakkab jamiyatlarni barpo qilishda keyinni qilishdi. Mana bu biz ilgari ko'rib o'tgan jamiyatlarning taraqqiyot jihatda bir-biridan ayrilib ketishlariga yo'l ochdi. Bu xil farqlarning yuz berishiga agishib, ular ba'zi yerlarga taradi, yana boshqa ba'zi yerlarga yetib bora olmadi. Masalan, miloddan ilgariki 6500-yillar asosliq dehqonlarning ko'chishi tufaylidan dehqonchilik o'rta sharqdan Yevropaga taralgan. Yevropada muassasalar dunyoning boshqa yerlaridan, ya'ni dastlabki muassasalari boshqacha bo'lgan Afrikadan farqli bo'lgan. Hatto uzun davomlashgan yoz mezgildagi o'rta sharqda maydonga kelgan yangiliklarmi buning ko'p keyin ham boshqa shaklda yuz bergan. Natofiyanlarning muassasalar yangiligi garchi yangi tosh qurollar inqilobini qo'llagan bo'lsa-mu, u dunyo tarixida oddiygina meros qoldirmadi. Hamda o'zlarining asli makoni bo'lgan zamonimizdagi Isroil, Falastin va Suriyada uzun davomlashgan gullanishni barliqqa keltirmadi. Bugungi dunyoda Suriya bilan Falastin yangi dunyoning nisbatan nomrod rayonlari sanaladi.
İsraildagi gulnish 2 Dünya urushidan keyin uningga yerlashgan ko'chman Yahudilarning importining, ya'ni ularning yuqori ma'rif saviyasi va ilg'or texnikalarga bo'lgan igdorchiligining mahsulidir. Xuddi sovetlarning iqtisodiy ishishi to'xtab qolgandek, Natofyanlarning dastlabki ishimi o'xshash sabab tufaylidan sijil bo'la olmadi. Gerçi uning ahamiyati ayni chog'da zo'r ham zamonasiga nisbatan inqilobiy bo'lgan bo'lsa-mu, ammo bu ishish talon-taroj xarakterli muassasalarning ostida edi. Natofyan jamiyati uchun aytganda, kimning bu muassasalarni va ular fursat bergan talon-taroj orqali kelgan g'animatlarni kontrol qilish masalasiga cho'nqur ziddiyati dal mushu tipdagi ishni keltirib chiqargan. Bu xil talon-tarojdan naf olgan har bir sarxil uchun onun o'rnini elishni orzu qilgan bir avam bor. Ba'zida ichki urushning natijasida bir sarxilning o'rnini yana bir sarxil oladi. Ba'zida u jamiyatdagi barliq talon-taroj xarakterli muassasalarni parchaqlab tashlab, davlat hokimiyati va jamiyatning gumron bo'lishini keltirib chiqardi. Xuddi buningdan 1000 yillar ilgari qurilgan Maya shahar davlatlari o'z beshidan kechirganga o'xshash. 5-bab 4-paragraf. Turaqsız talon-taroj. Dehqonchilik dunyoning bir qancha yerda mustaqil holda maydonga keldi. Hozirgi Meksikada hokimiyatlarni va o'ltiraq rayonlarni barliq keltirgan jamiyatlar bo'lib, ular dehqonchilikka ko'chishgan. O'rta Sharqdagi Natofyanlarga o'xshashla, ular muayyan iqtisodiy ishlarga erishgan. Janubiy Meksika rayonidagi Maya shahar davlati, Beliz, Guatemala va G'arbiy Honduras qatorliqlar o'zlariga xos talon-taroj xarakterli muassasalar ostida amaliyotda xilli pishgan madaniyatni yaratgan. Mayaning kechirmishi talon-taroj xarakterli muassasalar ostida ishning mumkinchiligini tushuntirib berib qolmasdan, balki yana bu xil ishni cheklaydigan yana bir tub omilni ko'rsatib berdi. Ya'ni siyosiy muqimsizlikning paydo bo'lishi tufaylidan o'xshamagan guruhlar va kishilar talon-taroj qilg'uchilik o'rnini talishib, so'qishib, oxirida hokimiyat va jamiyatning halok bo'lishini keltirib chiqardi. Maya shaharlari milodidan 500 yil burun taraqqiy qilishga boshlagan. Dastlabda bino bo'lgan shaharlar taxminan 1-asrda vayron bo'lishgan. Shuningdan keyin yangi siyosiy model, ya'ni andiz paydo bo'lib, milodiy 2250-yil bilan 9-yilgacha surgan klassik eraning, ya'ni davrining asosini solgan. Bu mezgil Maya madaniyati va sivilizatsiyasining gullab yashnagan davr bo'lgan. Lekin xeyli yuksak darajada taraqqiy qilgan bu sivilizatsiya keyingi 600 yil jarayonida halok bo'lgan. 16-asrning boshlarida Ispaniya istilachilari bu yerlarga qadam bosgan chog'larida Mayadagi Tikal, Palenque va Salakmoldagi buyuk ibodatxona va o'rinlar xaroblashib, o'rmonlikqa aylanib ketishgan bo'lib, faqat 19-asrga kelganlar ondan qaytib qolgan. Maya shaharlarining ba'zilari yana ba'zilariga beqingan hamda ko'pincha vaqtlarda bo'lib urush yuz berganda bir-biri bilan hamkorlashgan bo'lsa-mu, ammo ular hech qachon birlashib imperiyani shakllantirmagan. Bu rayondagi shahar hokimiyatlarining orasiga bog'lanish, ya'ni biz ularning xat shakllari orqali to'nilgan 50 shahar davlatlarining orasidagi muhim bog'lanish, ularning aholisining bir-biriga yaqin ammo farqli 31 xil tilda so'zlashishi edi. Mayalar yeziq sistemasini barliq keltirgan. Hozirgacha kam deganda 15 ming tekst bor bo'lib, bular Maya sarxillarining hayotining nurg'un taraflarini, madaniyati va dinini bayon qilishidir. Ularning yana vaqtni hisoblaydigan uzun sanoq deb atiladigan xilli ilg'or kalendar bo'lgan. Bu kalendar biz hozir ishlatayotgan kalendarga o'xshash bo'lib, uningda yillarni ma'lum bir turaqli kundan boshlab hisoblagan hamda barliq Maya shaharlari bu kalendarni qo'llanishgan. Uzun sanoq kalendari miloddan ilgari 3114-yilda boshlangan bo'lib, biz Mayalarning bu vaqtga nima shuncha ahamiyat berganining sababini bilmaymiz. Chunki u vaqt Maya jamiyatiga ahamiyatli sanalgan hech qanday narsa paydo bo'lishdan xeyli burun qo'llanilgan. Mayaliklar mahoratli binokorlar bo'lib, ular Simon'ni o'z oldiga mustaqillarni kashf qilishgan. Ularning binolari va tekstlari Maya shaharlarining doirasi haqida muhim uchur bilan ta'min etadi. Chunki ular voqealarni uzun sanoq kalendaridagi kunlarga asosan xotirlab berishgan. Butun Maya shahar xarobalariga qarab o'tirib, arxeologlar qaysi alohida yillarda qancha binolarning silinganligini hisoblay oladi. Milodiy 500-yilda bu yerlarda vaqti aniq yodgorliklar bo'lgan.
Misal üçün alsaq, miladi 514 yılğa mas keladigan uzun sanaq kalendarda 10 bina xatırlangan. Undan keyin bu san tədrici köpüyüb, miladi 672 yılğa kelgəndə 20 yetken, hamda 8-ci əsrinin oturuğa kelgəndə 40 yetken. Undan keyin ay günini xatırlangan binalar qulab düşkən. 9-cu əsr kelgəndə hər ildə 10 uçub qalğan bolsa, 10-cu əsr kelgəndə 0 uçub ketken. Xatırkən aniq qızılğan tekstlər bizə Maya şəhrinin kengişi və onun 8-ci əsrinin axırından başlap tarihi haqqında aniq mənzirini sızıb berdi. Günlər haqqındakı, yəni vaxt haqqındakı bu analizni Mayalıqlar xatırlayan padişahlarının tizimligi arqılı to'liqlaymiz. Hozirgi G'arbiy Hondurasdagi ayni chog'dagi Maya shahri Kopan'da Altarkiyo, ya'ni qurbonlik supsi deydigan danli xotira munari, ya'ni yodgorlik bor. Altarkiyoda barliq padişahlarning ismi xotirlangan bo'lib, xonadonlikning qurg'uvchisi Kinchash Ko'kmo, ya'ni padişah Yeşil Quyosh Tunji Kvitsal Makavning ismidan boshlangan. Bu padişahning ismi Quyoshning ismi bilan atilib qolmay, yana Markaziy Amerika o'rmonlaridagi paylari Mayaliklar tarafidan alohida qadrlanadigan, kam uchraydigan isl ikki qushning ismi bilan atalgan. Kinchash Ko'kmo milodiy 426-yili Kopanni taxtga chiqqan bo'lib, biz buni Altarkiyodagi uzun sanaq kalendardan bilamiz. U 400 yil hukmronlik surgan xonadonlikning asosini qurib chiqqan. Kinchashning ba'zi varislarining grafiklik, ya'ni obrazli ismlari bo'lishgan. 13 hukmdorning bayrog'i 18 to'shqon deb tarjima qilinsa, uningdan keyingilar Tütün maymun, onun keyingisi milodiy 763-yil o'lgan Tütün qabila qabiyi deb atalgan. Altardagi eng oxirgi ism Padişah Yaşpasa Can Yot, ya'ni Tunji Sübiy Quyosh chaqmaq ilohiy bo'lib, bu jamiyatning 16-cı hukmdori bo'lgan va Tütün qulluqi bir padişah o'lgandan keyin shuni o'rniga chiqqan. Undan keyin biz altarning, ya'ni qurbonlik supisining parchasidan faqat bir padişah Uktuk, ya'ni filin sahibini tanıymiz. Yaş pasajdan keyin binolar va tekstlar uzilib qolgan. Qaraganda xonadonlik u o'lib uzun qolmay ag'dirilib ketgan. Uktuk balkim haqiqiy taxt varis bo'lmasligi, balki saxta biri bo'lishi mumkin. Kopan'daki paketlarni ko'zdan kechirib chiqishning yana bir usulini Ann Gordon Frater, Nancy Gonlin ve David Webster qatorliq arxeologlar tepib chiqqan. Ular milodiy 400 yildan milodiy 1250 yilgacha bo'lgan 800 yil vaqt ichidagi Kopan vodisidagi o'ltiraq rayonlarining gullanish va xaroblanishning taqsimlanishini tekshirib, xaritalashtirib chiqqan. Buning uchun ular qora parqaloq toshni suvsizlantirish deydigan texnikani qo'llangan bo'lib, buningda qora parqaloq toshdagi suvning tarkibiga qarab, u qizilgan vaqtni hisoblab chiqqan. Qora parqaloq tosh qizilish bilanla suvning tarkibi ma'lum bilingan nisbatda ishib mangdigan bo'lib, bu tadqiqotchilarning qora parqaloq toshning bir parchasidan vaqtni hisoblash prosesiga qiygan. Shuning bilan Frater, Gonlin va Webster uchun Koplan vodisidagi qora parqaloq tosh topilgan yerlarni xaritalashtirgan hamda shaharlarning qanday kengayib va tarayganligining iznalarini tepib chiqargan. Ma'lum rayondagi uylar va binolarning soni haqida mantiqli qiyos qilish mumkin bo'lganlikdan shaharning umumiy nufusi haqida taxminiy hisob chiqarg'ili bo'ladi. Milodiy 750-yili bilan 799-yilning oralig'ida u shaharning nufusi tadrijiy ko'payib yuqori nuqtaga chiqqan chig'ida 28 ming kishiga yetgan. Gerçi bu san zamanımızda şehir ölçüm bilen itqanda köp san bulmasımı, şu vaqtın nisbeten itqanda bu nüfusning şiddetli köpeyişidir. Bu sanlarning şu mezgilli haqqida ifadaleydiğini Kopan'ның ahalisining London ve Parijning ayni chog'dagi ahalisining ko'proq bo'lishidir. Tikal ve Salakmulga o'xshash boshqa Maya shaharlari shaksizlikda ham cho'g'roq edi. Uzun sanaq kalendardagi paketlarga masalda milodiy 8-yili bilan Kopan'ning nufusi eng yuqori nuqtaga yetgan va shundan keyin uning nufusi tövallashga boshlagan va milodiy 9-yilda 15 ming kishi tushib qolgan. Bu xil oziyish davomlashib milodiy 1200-yilga kelganda uning nufusi buning 800 yil avvalgi nupusning soniga tushib qolgan. Maya klassik erasidagi iqtisodiy taraqqiyotning asosi Bushon va Natofyanlarnikiga o'xshaydi. Yana ularning hammasi muayyan darajadagi hokimiyat markazlashgan talon-taroj xarakterli muassasalarni barpo qila olgan. Bu muassasalarning bir necha ochqishli elementlari bo'lgan. Taxminan milodiy 100-yili Guatemala'dagi Tikal shahrida yangi tipdagi bir xonadonlik bosh ko'targan.
Acav, yani hükümdar asasındaki hakimiyet soğurğucusunu Koxul Acav, yani muqaddas hükümdar deb atalgan padişah bilan bir yıldızlı bolup, bu padişahның qol astida Aqso'ngaklar tabiqisi bolgan. Muqaddas hükümdar bu sarxillar tabiqisining hamkorlashishi bilan jamiyatni tashkillagan bo'lib, hatto xudolar bilan aloqalashgan. Bilishimizcha, bu yangi turlik siyosiy muassala avomning har xil shakldagi faoliyatlariga qatnashishga yo'l qo'ymagan bilan, ammo jamiyatga muqimlik ilib kelgan. Koxul Acav xotira munozarasini selish uchun dehqonlardan va tashkillik emgakchilardan o'lpan yiqqan va bu muassalaning birlashishi bilan kishini hayron qoldiradigan iqtisodning gullanishga asos yaratgan. Mayalıqlarning iqtisodiy keng ko'lamli kasblash asosida bo'lib, mahoratli ko'zchilar, tikkuchilar, yog'och ishchilar, asbob va zibzinnat yozuvchilarni tark topgan. Ular yana qor parqilaq tosh, Shimoliy Amerika yo'lbos terisi, dengiz qipi, kakao, tuz va pay qatorliqlarning tijoratini qilishgan va hatto Meksikaning yiroq joylaridagi siyosiy gavdalar bilan savdo munosabat qilishgan. Balkim ularmi pulga bo'lgan. Balkim ularning puli bo'lgan. Xuddi azteklarga o'xshash kakao purchig'ini pul o'rnida ishlatgan. Maya klassik erasining talant-taraj xarakterlik muassasalar ustida qurilish usuli bu shonlarning ahvoliga o'xshaydigan bo'lib, bu jihatda Tekaldagi yosh ibhok podshoh Shamga o'xshash rol o'ynagan. Yangi siyosiy muassasalar ko'rinarli darajada iqtisodni gullantirgan bo'lib, uning mevasining ko'p qismini Koxul Acav atrofidagi yangi sarxillar shulib olgan. Bu tuzum mustahkamlangan milodiy 300-yildan keyin asosan degidek texnik ilgirlash bo'lmagan. Gerçi sug'urish sistemasida va suv boshqarish texnikasida ba'ziga ilgirlash bo'lgan bo'lsa-mu, yeziklik texnikasi qaloq bo'lganlikdan uningda ko'p o'zgarish bo'lmagan. Binokorlik va san'at texnikasi jihatda vaqtning o'tishiga ergashib pishib yetilish bo'lgan bo'lsa-mu, ammo umumiy jihatdan olganda yangilik asosan bo'lmagan. Hem ijodiy vayronchilik yuz bermagan, lekin boshqa shakldagi buzg'unchiliklar yuz bergan. Talant-taraj xarakterlik muassasalarning Koxul Acav va Maya sarxillariga boylik to'plab berish natijasida to'xtovsiz urushlar yuz bergan va bu ahvol yillar o'tgan sari nacharlashib borgan. Bu to'qnashuvlarning bosh oxiri Maya tekstlaridagi xat shakllari orqali xotirlangan bo'lib, u uzun sanoq kalendarining ma'lum kunida urushning yuz berganligini ko'rsatgan. Planet Venus urushning samoviy qo'zg'uvchisi bo'lib, mayaliklar planet orbitasining ma'lum qismini urush qo'zg'ashning xayrli payti deb qaragan. Arxeologlar tarafidan yulduzlar urushi deb bilingan xat shakli urushdan derak beradigan bo'lib, bir yulduzning yer shariga suv yoki qon bo'lish ehtimoli bo'lgan suyuqlikni yog'dirayotganligini ifodalagan. Tekstlar yana ittifoqdoshlik va raqiblik munosabatining qiliblarini ko'rsatgan. Tekal, Salakmol, Kopan va Palinkoga o'xshash buyuk hokimiyatlar o'zaro huquq talish kurashi ilib berishgan hamda kichik hokimiyatlarni o'zlariga beqindirishgan. Buningga aloqador faktlar shohlik taktiga chiqqanini ifodalaydigan xat shaklidan keladi. Bu mezgillarda ular kichik hokimiyatlarning boshqalar, ya'ni tashqi kuchlar tomonidan idora qilinishga boshlaganliklarini ko'rsatishgan. Bu kitobning 148-betidagi 10-xarita Mayaning asosli shaharlarini va ularning orasidagi har xil munosabat anzillarini ko'rsatgan bo'lib, Nikolay Grupp va Simon Martindan iborat arxeologlar buning sxemasini qayta qurashtirib chiqqan. Bu qiliblar garchi Salakmol, Dos Pilas, Padras Negras va yoshchilarga o'xshash cho'ng shaharlarning bir-birlari bilan keng doirada diplomatik munosabat o'rnatishganliklari bilan boshqalarining, ya'ni boshqalari tomonidan idora qilingan va ba'zida bir-birlari bilan so'qishganliklarini ko'rsatishdi. Mayaning halok bo'lishiga oid kuchli fakt shuki, u Koxul Acav asosidagi siyosiy modelning ag'dirib tashlanishi bilan birlikda ega. Biz milodiy 810-yilda yosh passajning o'limi bilan Kopanda podshohning bo'lmaganligini ko'rib o'tgan edik. Dal shu vaqtlarda ham podshohlik o'l saroylarga tashlanib ketgan. Kopanning shimolidan 36 kilometr yiroqlikdagi Ko'rgoh shahrida eng oxirgi podshoh Qashtish Palaki milodiy 795-yili bilan 800-yilning o'rtasida taxtga chiqqan. Vaqti aniq bekitilgan eng oxirgi yodgorlik munori uzun sanoq kalendari bo'yicha hisoblaganda milodiy 810-yilga to'g'ri keladigan bo'lib, dal shu yili yosh passaj o'lgan yil edi. Uzun qolmay bu shaharga tashlanib ketdi. Butkul Maya doirasi bu hikoyaga o'xshash bo'lib, tijoratning, yezigiligining va nopostning gullanishini ta'min etgan siyosiy muassasalarning hammasi birdek g'oyib bo'lishgan. Xonlik mahkama kerak kelmagan, yodgorlik uchun selingan saroy va munarlar va ibodatxonalar naqshlanmagan, o'rnlar quruqlashib qolgan.
kurudulup qalğan siyasi və ictimai müəssisələr görsətkəndək hakimiyyətni mərkəzləşdirishni keyniga yandırış jarayonida iqtisod tarayğan, nüfus ham azayğan. Bəzi ahvallarda mühim mərkəzlər keng ko'lamlik zo'ravonlik tufaylidan gumron bo'lishga qilingan. Büyük ibadətxanalar bo'lgan Guatemaladagi Pixpaton rayoni cho'kkan bo'lib, keng doiralik mudofaa qurish uchun ishlatilgan toshlar buning jonliq misolidir. Keyingi bobda ko'rganimizdek, bu ishlar xuddi keyingi Rim imperiyasi yuz bergan ishlar o'xshaydi. Hatto keyinchi Ko'panga o'xshash zo'ravonlik qilmishlari ancha yuz bermagan yerlardami bu xil vayronchilikqa akshib nurg'un xotira yodgorliklari buzib o'tilgan. Ko'xulajav dastlabda ag'dirib tashlangandan keyin ba'zi joylarda yana sarxillar qilib qolgan. Ko'pani ilib aytsak, bu yerda sarxillar tamoman g'oyib bo'lib ketishdi. Burun kam deganda taxminan 200 yil vaqtgacha yana yangi binolarni silishgan. Başqa yerlarda bo'lsa, muqaddas hukmdorning yo'qolishi bilan boshqa sarxillarmi yo'qolishgan. Mavjud arxeologik paketlar bizning Nimishqa Ko'xulajav va uning atrofidagi sarxillarning ag'dirib tashlanganligi va Maya klassik erasini yaratgan muassasalarning gumron bo'lganligi haqida mutlaq bir xulosa chiqarishimizga yo'l qo'ymaydi. Biz bularni o'tkir shubhangan shaharlar o'rtasidagi so'qishni yuz bergan deb qaraymiz. Chunki shaharlarning ichidagi hokimiyatga qarshi chiqish kuchlar va qo'zg'olonchilar sarxillarning ichidagi o'xshamagan guruhlarning yetakchiligida bu muassasalarni ag'dirib tashlagan. Garchi mayalar bino qilgan talon-taroj xarakterli muassasalar shaharlarning ro'naq tepish uchun yetarli boylik yaratgani hamda sarxillarning boy bo'lishiga va buyuk san'at ham xotira binolarning selinishiga yetarli boylik yaratib bergan bo'lsa-mu, bu tuzum muqim bo'lmagan. Talon-taroj xarakterli muassasalarga tayinib oz sonli sarxillarning hukmronlik qilishi keng doiralik tengsizlikni paydo qilgan bo'lib, bu avom xalqdan boylik shumirib olgan guruhlar orasida so'qishning yuz berishiga yo'l ochgan. Dal mush to'qinish eng oxiri Maya sivilizatsiyasining halokatini keltirib chiqargan. 5-bob 5-paragraf. Çataq nereden chiqdi? Tarixda mavjud bo'lgan talon-taroj xarakterli muassasalar ko'p uchraydi. Chunki ularning bir kuchli logikasi bor. Ular chaklik bo'lsa-mu, gullanishni qo'lga keltiradi. Ham shuning bilan birga uni osondagi sarxillarning cho'ntikiga soladi. Bu xil gullanishning bo'lishi uchun siyosiy markazlashtirish cho'qim bo'lishi kerak. Bu o'rinlangandan keyin hokimiyat, ya'ni davlatni idora qiluvchi sarxillar mablag' silishga va boylik yaratishga hamda boshqalarni mablag' silishga ilhomlantirishga tutish qiladi. Shundaq bo'lganda hokimiyat ularning boyliklarini talon-taroj qila oladi va ba'zida ham o'z ichiga olgan muassasalarning ham bozorlarning harakatlarini do'raydi. Karibiyandagi shikar o'stirish hisobini bilsak, ular talon-taroj xarakterli muassasalar sarxillarning qullarni majburiy emgakka selib shikar o'stirish shaklini olgan. Sovet ittifoqida ular kompartiyaning boyliklarini yezikligidan sanoatga o'tkazishda hamda boshqaruvchilar va ishchilarga bo'lgan mukofot tizimini qayta qurib chiqishdek shakllangan. Ammo ko'rganimizdek, u xil mukofotlash tizimlarining o'lini qozg'ini, ya'ni shu tizimning xarakteri bo'lgan. Talon-taroj xarakterli ishni barliq keltirishning yoshirin kuchi siyosiy jihatda markazlashtirishni taqozo qiladi. Mana bu nimishqa podshoh Shamning Kuba podshohligini qurib chiqish arzusida bo'lganligining sababidir va bu O'rta Sharqdagi natofiylarning qonun ham va tartib ham yuqori tuvallik ham talon-taroj xarakterli muassasalarning ibtidoiy shaklini qurib chiqishini va bularning oxirida yangi tosh qurollar inqilobini keltirib chiqarganligini tushundirdi. Mushunga o'xshaydigan jarayonlar o'ltiraqlashgan jamiyatlarning paydo bo'lishini va Amerika qit'asida yezikligiga ko'chishni qo'llagan bo'lishi mumkin. Buni ham mayalarning osonlik sarxillarning manfaati uchun qurib chiqqan talon-taroj xarakterli muassasalar asosida qo'lga keltirgan bir qator pishqan sivilizatsiyasidan ko'rib olg'ili bo'ladi. Lekin mohiyatini aytganda, talon-taroj xarakterli muassasalar sharoitiga erishgan ish bilan hammani o'z ichiga oladigan muassasalar sharoitida qo'lga keltirgan ish o'xshamaydi. Hammadan muhimi oldinqisi sijil bo'lmaydi. Tabiiy tilni aytganda talon-taroj xarakterli muassasalar ijodiy vayronchilikni barliq keltira olmaydi. Eng yaxshi bo'lganda chaklik doirada texnik yengilliklarni yarata olish mumkin. Lekin ular qo'lga keltirgan ish shunchalik davomlashadi. Sovetning hikoyasi bu xil ishning chaklik bo'lganligiga eng yaxshi misoldir. Sovet Rossiyasi dunyodagi ba'zi ilg'or texnikalarga yetishib mangan ham boyliqlarni unumsiz yezikligini sanoatga taqsimlagan chog'da ulardagi iqtisodning ish favqulodda bo'lgan. Lekin oxirgi hisobda yezikligidan tartib sanoatgacha bo'lgan har bir sohada duch kelgan rag'bat texnik ilg'orlashni qo'zg'ay olmagan. Ham bu ish faqat
baylıqlar tökme qilib berilgan va hamda G'arb bilan bo'lgan texnik raqobat rol o'ynay oladigan yangiliklar qaltis mukofotlanadigan bir necha sohada yuz bergan. Sovetning iqtisodiy ishi qandaq tiz bo'lgan bo'lsa, uning hayoti qisqa bo'ldi va 1970-yillarga kelganda o'zining hayoti uchun yo'q chiqib boshladi. Ijodiy vayronchilik va yangilik yaratishning kamchiligi talon-taroj xarakterli muassasalar asosidagi iqtisodning ishini cheklaydigan birdan-bir sabab emas. Maya shahar davlatlarining tarixi texmi qo'rqinchli va texmi umumyuzlik bo'lgan qismatini tushuntiradigan bo'lib, talon-taroj xarakterli muassasalarning ichki logikasi uning qismatining shundoq bo'lishini ko'rsatadi. Bu muassasalarning sarxillar uchun g'oyat zo'r boylik to'plab berishi, boshqalarning ko'zini qizartib, ichini echishtirib, ularning ichiga hozirgi sarxillarning o'rnini elish uchun kurash qilishning cho'g'ini soladi. Demak, o'zaro so'qishish va muqimsizlik talon-taroj xarakterli muassasalarning tug'ma tabiatidir. Ular texmi zo'r unumsizliklarni paydo qilib qolmasdan balki yana huquqni markazlashtirgan hokimiyatlarni chekindirib o'tadi va ba'zida qonun va tartibning yo'qolishini keltirib chiqarib, xuddi klassik erada Maya shahar davlatining ma'lum muvaffaqiyatini qo'lga keltirgandan keyin keyinga qarab chekingan sargarash tusdak butun jamiyatni qalayimqanchilik so'rab kiradi. Talon-taroj xarakterli muassasalar ostidagi ish garchi tug'ma yo'sinda cheklik bo'lsa-mu, ammo u harakatga o'tganda ajoyib natijalarni yaratadigan ko'rinadi. Sovet Ittifoqidagi nurg'un kishilar va G'arb dunyosiga texmi ko'p kishilar Sovet Ittifoqining 1920, 30, 40, 50, 60 va hatto 70-yillardagi ishni hayrona as qilishganidek, ular hozir Xitoydagi iqtisodiy ishdimi hayrona as qilishyapti. Biroq biz bu kitobning 15-bobida texmi ko'p inchkilik bilan muhokama qilganimizni ko'rganimizdek, Kompartiyaning rahbarligida Xitoy mamlakati talon-taroj xarakterli muassasalar asosidagi ishning yana bir misoli bo'lib, agar u hammani o'z ichiga oladigan siyosiy muassasalarga qarab negizliq siyosiy islohot ilib bormasa, uning iqtisodining sijil ishi mumkin emas, zinhor mumkin emas. Shuning bilan 5-bob tugadi.